men juda ko'p kulaman. Yo'q, shunaqa. Ha, bitta kichkinagina usul ko'rsating, asabiylashishi oldini oladigan. Astag'firulloh deb o'zini ushlashga harakat qildi. Sevib qoladi, arazlashib qoladi bir-biridan, hadeb o'ylayveradi. Keyin bu qanaqadir hazil narsa emas, suitsidli bo'ladi. Masalan, o'zini tomdan tashlab yuboradi. O'sha dorilarning tarkibida o'zi cho'chqa mahsulotidan olinadi. Biz esa davramizga sizga va'da bergan mutaxassisimizni chorlaymiz. Demak, qarshi olasiz. Marhamat, Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi Shuhrat Hakimovni qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat. Ko'rganimizda xursandmiz. Xush keldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Juda serqirra inson ekansiz, Shuhrat aka. Biz o'tgan gal sizni sportchi sifatida, qo'l jangi ustasi sifatida kashf qilgandik. Bugun esa mutlaqo boshqa yo'nalishdagi muvaffaqiyatlar bilan qarshi olyapmiz. Katta rahmat. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, hammasi yaxshi. Bugun bizga yangi kitobni taqdimotini taqdim etish istagida edingiz. Bu kitob inson tanasidagi nuqtalar va uning salomatlikka aloqasi haqida. Keling, suhbatimizni tezroq shu haqdagi batafsil ma'lumotlarga quruq kelganimiz yo'q, mana shu omon dasturiga. Rahmat. Bitta sovg'a qilaman sizlarga. Ye, ana. Urushib talashib qolmaymiz. Onajon oling. Rahmat. Sizga. Rahmat. Rahmat. Siz o'g'il bolasiz-ku endi. Ha, yo'q, Umidaxon sizga nuqta muhimroq, olavering. Erkaklarni erkak bo'lib tug'ilganni o'zi sovg'a-yu. Shunaqa. Tez-tez kelib turing, Shuhrat aka, shunaqa. Xo'sh, bu kitob nima haqida bizga ma'lumot beradi va inson tanasidagi bu nuqtalar qaysi kasalliklarga shifo va bu nuqtalar orqali salomatlikka qanday ta'sir o'tkazish mumkin? O'zi bu ozgina tarixini oladigan bo'lsak, shu 5000 yillik tarixi bor buni. O'sha Misr ehromlarida ham topilgan, o'sha igna bilan davolash bo'yicha. Undan keyin hozirgi kunda endi Xitoyda, Janubiy Koreyada, Yaponiyada, Amerikada, Rossiyada, o'zimizda ham rivojlanib kelyapti. Bor. Tadqiqotlar, o'sha klinika natijalari bor, o'sha o'rganiladi. Har bir nuqta insonning organizmiga qanaqa ta'sir qiladi. O'shalar hammasi o'sha klinik tadqiqotlarning natijasi bo'yicha o'sha hamma adabiyotlarni yig'ib, chet eldan o'sha adabiyotlarni yig'ib olib kelib, o'zbek tilida shuni nashr qilishga harakat qildik jamoamiz bilan birga. O'zi buni nuqtalar qanaqa ishlaydi? O'sha organizmni miya qonga o'sha ichki sekretsiya bezlariga shu buyruq beradi, o'shanda gormonlar qo'shiladi. Masalan, o'sha ovqat yeydigan bo'lsak, o'sha ovqatni masalan ko'p yeb yuboradigan bo'lsak, o'sha leptin gormoni bor. O'sha gormon agar yaxshi ajralmasa, inson o'sha to'yimli hissini bermaydi-da, o'shaning uchun yegisi kelaveradi. O'sha gormon ajralgandan keyin odam o'zini to'yganini his qiladi-da. Yoki bo'lmasam ochlikni ham o'zi nazorat qiladigan o'zi gormoni bor. Bir xil masalan ishtahasi bo'lmaydi. O'zi ovqat yemaganidan beri, lekin ishtahasi bo'lmaydi. Buni ham o'sha gormonlar nazorat qiladi-da. Qaysi nuqtalar haqida batafsil to'xtalib bizga ko'rsatib bera olasiz? Imkon qadar to'liqroq va aniqroq ma'lumotlarni taqdim etsak, muxlislarimiz xursand bo'lishadi. Uy sharoitida albatta uy sharoiti nimadir qilish imkoni o'zi buni nuqtalarga ta'sir qilishi asosiy yo'nalishi o'sha davolanish maqsadida bo'lsa klinikada kuydiriladi yoki bo'lmasam igna sanchiladi-da. Yoki bo'lmasam ari chaqtiriladi. Uy sharoitida buni uqalasa bo'ladi. Uqalaganda effekti, samarasi nisbatan kamroq, lekin zarari shunga yarasha kamroq bo'ladi. Endi chunki agar mutaxassis qilmasa, o'sha masalan ari chaqtirganda yoki igna sanchganda aniq olmasa, yomon ta'sirga ham ega bo'lib qolishi mumkin, nojo'ya. Uy sharoitida uqalansa, unaqa nojo'ya ta'siri deyarli bo'lmaydi bu narsani. Qanaqa ishlatish kerak, qaysi holatlarda, qaysi nuqta nimaga ta'sir qiladi, o'sha tartiblar hammasi kitobda keltirganmiz. Kitobda keltirilgan. Ma'lum birlarini ayta olasizmi? Mana hozir ovqat masalasini gapirdik-ku, o'zi ovqat noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi, bir 100 dan ko'p kasalliklar ekan. Noto'g'ri ovqatlanish. Masalan, ishtahani nazorat qiluvchi o'sha leptin gormoni dedik, o'sha mana shu qo'limizni o'sha tirsakdan yelkamizni o'rtasida mana G14 deyiladi. Xitoycha nomi Binao. Mana shu joyi uqalasa ham bo'ladi. G14. G14 nuqtasi shuni uy sharoitida uqalasa bo'ladi. Endi har bir holatda, masalan, muammoda yoki kasallikda taxminan 15 ta 20 ta nuqtani ta'sir ko'rsatish kerak va kompleks tarzda, ya'ni kurs lecheniya qilinadi masalan.
o'sha natijaga erishgunchada mana o'sha bitta nuqtani o'sha bitta uqaladik bo'ldi degani emasda. Kamida 15 ta 20 ta bor va o'shani kun davomida 2 mahal, ba'zi birlarni 3 mahal qilinadi. Masalan, o'sha diabetda ishlatiladi, masalan. Labni tagida joylashgan. O'sha nuqtani agar uqalanadigan bo'lsa, o'sha insulin gormoni buni nazorat qiladi buni ham. Keyin masalan, ovqatni ko'p yeb olganimizdan keyin o'sha hazm qilishga qiynalamiz. Butun o'sha shira bezlari bormi? O'sha masalan, dorilarni aptekaga borib ichishadi, o'sha tez hazm bo'lish. Bular fermentda bular. Ko'proq o'sha dorilarning tarkibida o'zi cho'chqa mahsulotidan olinadi. Bu insonga o'zi aslini olganda zarar. Chunki genetikasiga zarar ta'sir qiladi bu narsa. O'sha narsani tabiiy yo'l bilan mana shu nuqta lab tagida joylashgan. Shuni uqalansa va yayu yurilsa, shu ko'p ovqat yeb qo'yilsa, masalan bir xil ziyofatga boradi, to'ylarga boradi, majbur yeb qo'yadi-da. Bizda unaqa holatlar ko'p. O'shanaqa holat bo'lgandan keyin yayu yurish kerak va o'sha 3-4 ta nuqtalari bor. O'shalarni uqalaganda o'sha ichki sekresiya bezlari o'sha fermentlarni ajratadi, ya'ni tabiiy usulda ajratadi. Hazm bo'lishiga yordam beradi. Eng ko'p qaysi kasallik bilan hozircha sizga murojaat qilishyapti? Eng ko'p kasalliklar bu asab bilan bog'liq kasalliklarda. Bu asab. Shuhrat aka, asab tinchlantiruvchi. Men ham ayniqsa mashina boshqaruvda juda ko'p asabiylashaman-da. Kun davomida keyin menga yomon ta'sir qiladi o'sha narsa. Qanaqa qilib shu o'tirgan paytimda o'zimni tinchlantira olishim mumkin? Asab bo'yicha hozir 600 dan ko'p kasallik. Mana hozir ovqatlanish bo'yicha 100 dan ko'p deyildi-yu. Asab bo'yicha 600 dan ko'p kasallik bor. Hozir kasalliklar mana hattoki mana yoshi kattalarda suyak yemirilishi, bo'g'im kasalliklar bor. Nevroartrit deydi. Inson o'sha asabiylashgandan o'sha suyak yemirilishi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilar ekan. Bundan tashqari masalan odam masalan xudo ko'rmasin masalan yiqilib tushadi, boshqa bo'ladi, masalan operatsiya bo'ladi-yu. Umuman asabga aloqasi bo'lmagan bir operatsiya bo'ladi. O'sha shifokorlarning birinchi tavsiyasi asabiylashish mumkin emas deyshadi-yu. Bekorga emas, chunki o'sha operatsiyani, o'sha to'qimalarni bitishi uchun asabiylashish kerak emas. Chunki inson asabiylashgan vaqtda insonning immuniteti 6 barobarga kamayib ketadi. Endi darajasi qancha ko'p asabiylashsangiz, shuncha immunitetingiz kamayib ketadi. Oyshonajon, sizni qanaqa kasalliklar bezovta qiladi yo umuman asabiylashmasa kalla ko'namiz. Asablaringiz Lekin Shuhrat Salomov asabiylashmasa bo'lmaydi lekin. Bo'lmaydi, asabiylashyapmiz. O'zingizni ishlang ona deydi, shu holatni berganda haqiqatdan yurak tezroq urib ketadi, holati o'zini tinchlantiramiz. Lekin yoshi o'tgandan keyin insonda baribir organizmi charchaydi, muammolar sekin chiqa boshlaydi. Lekin mana bu kitobda nihoyatda ko'p xalqimizni katta onaxonlariga, otaxonlariga, yoshlarga ham juda kerakli tavsiyalar bor ekan. Juda rahmat, xursand bo'ldim. Diyoraxon asab borasida keyin turmushga chiqqanlardan keyin o'qishni boshlaydi bu kitobni. Hozir hammasi joyida. Yo, hozir ham asabiylashyaptilar. Dadajon, yangi qo'shig'imga klip olishim kerak, pul bering kabi kichik asabiylashishlar bo'lib o'tadi. Bo'lib turadi, albatta. Eng ko'p menimcha haqiqatdan ham kasalliklarga sabab bo'ladigan narsa ham va bugungi kunda oddiy holatlardan ham asabiylashadigan narsalar juda ko'p-da, omillar juda ko'p. Nima qilsak bo'ladi Shuhrat aka o'shanaqa paytda? Bir ikkita usullar ko'rsatib bering. Asab uchun. Xo'p. Asab uchun masalan nafaqat yosh kattalarda, yoshlarda ham bor asabiy qanaqadir qiyinchilikni unchalik ko'tara olmaydi. Qiyinchilik kelib qolsa darrov umidsizlikka tushib qoladi. Taslim bo'lishadi. O'ziga dangasalik bor, bir oldiga bir maqsad qo'ysa, ozgina harakat qilsa, o'xshamasa darrov orqaga qaytadi. Hammasi asab bilan bog'liqda. Hozir mana asabiylash deganda o'sha faqat ko'pchilik tushunadi, janjallashish, urishish, shunaqani tushunishadi. Aslida mana 1995-yilda Amerikada shunaqa hodisa bo'lgan. Yosh katta inson bankka o'g'irlikka kirgan. Limonni siqib, suvni surgan yuziga. Kameralar meni ko'rmaydi deb o'ylagandi. Shu bilan o'sha insonni qamoqqa olishgan. Keyin jinnixonaga tiqishgan uni. Vaziyatni bilishgandan keyin bu jinni ekan deyishganda jinnixonaga tiqishgan. Lekin uni o'sha doktorlar o'rgangandan keyin bilishganki, u hech qanaqa jinn emas. Chunki shunchaki ong darajasi pastligi. Ya'ni bu narsani Dunning va Kruger effekti deyiladi. Hozirgi kunda shu narsani mana hozir jahldan, asabdan deymiz-ku.
bu narsani, hamma narsani asallar ham oz shirin deydi-yu. Teskari tarafi ham bor. Ko'p kulish ham asab kasalliklariga sababchi bo'lar ekan-da. Inson bir kunda taxminan 1,5-2 minut davomida kulsa, o'sha serotonin, dopamin, o'sha insonni xursand qiladigan gormonlar bor-da. Ularning ham o'zining chegarasi bor. Ular ham agar haddan tashqari qonga ko'p qo'shilsa, insonda o'sha birinchi o'rinda o'sha insonlarni mana masalan ko'p kitob o'qigisi kelmaydi, dangasi bo'ladi, yengil tabiat bo'lib qoladi-yu mana. O'sha bekorga emas. U mana hozir men 1,5 minut, 2 minut dedim-ku. Biz masalan hozir e'tibor beradigan bo'lsak, o'zimiz pulga sotib olib, konsertlarga tushib, 1 soat, 2 soatlab kulamiz-da, maza qilib. Bu haddan tashqari ko'p kulish bu inson salomatligiga ta'sir qiladi. Bu klinik tadqiqotlarda o'tkazilgan bu narsa. Shuhrat aka, hozir men sizni oldingizga o'tib olaman. Men juda ko'p kulaman. Yo'q, shunaqa. Ha, shunaqa. Men yoningizga o'ting, men shu Xursand bo'lish yaxshi, lekin qilib qo'ying. Xohlab kuladi-ku odam. Qahqaha otib kuladi-yu. Katta mana o'sha serotonin gormon birikmalari bor-da, u fanda ma'lum bo'lgani shu serotoninni faqat ko'pchilik serotoninni o'zi deb o'ylaydi. Uni 40 dan ko'p turlari bor-da o'sha gormonni. O'sha qahqaha otib kulganda, haddan tashqari kulganda o'sha boshqa birikmalar ajraladi. Endi xursand bo'lib yurish bu boshqa narsa bu. O'sha xursand bo'lib yurish kerak. Faqat haddan tashqari tinimsiz ravishda soatlab kulish yoki yoshlar masalan vayn tomosha qilishadi. Vayn tomosha qilishadi masalan haddan tashqari ko'p. Bu ham ta'sir qiladi-da, haddan tashqari ko'p. Xo'p, bitta kichkinagina usul ko'rsating, asabiylashishni oldini oladigan. Bormi? Nima qilsak bo'ladi? Mana men mashina boshqaruvdaman, o'tiribman. Nuqtasi bor. Xo'p. Mana kaft burmasida, mana shu kaft burmasining o'rtasida MC7 deyiladi. Xitoycha nomida alin. Shuni uqalanadi. Bu ham o'sha asabni tinchlantiradigan gormonlarni ajratadi. Bundan foydalanmang. Taxminan bir 10 tacha nuqtasi bor. O'shani uqalanganda insonga xotirjamlikni beradi. Buni yana bitta zo'r yaxshi tarafi bor. Yoshlarga masalan, ko'pincha masalan yoshlar sevib qoladi, arazlashib qoladi bir-biridan, hadeb o'ylayveradi. Keyin bu qanaqadir hazil narsa emas, suitsidlar bo'ladi, masalan, o'zini tomdan tashlab yuboradi. Hozir bor-ku shunaqa holatlar. Depressiyaga kirib qoladi. Xotirani mustahkamlaydigan nuqtalar ham bor. Mana shu aynan mana shu nuqta MC7 nuqtasi. O'sha xotirani tozalab beradi. Ya'ni inson uxlaganda uxlab ertalab turadi-ku. Miya kechasi bilan o'sha ortiqcha informatsiyalarni o'chirishni boshlaydi. Bu nuqta o'sha uyqusizlikdan foyda beradi. Ana, ertadan bu tavsiyalarga quloq tutasiz albatta. Keraksiz xotiralarni o'chirib tashlang, o'zingiz uchun yashang, salomatlikni o'ylab yashang albatta. Oysha opa, bugungi kunda mana baribir insonni yoshini hayotga o'sha qarashlariga ta'siri bor-da. Bugungi yoshingizda hayotni boshqacha his qilish, boshqacha yashash, o'sha nimalarni tuyasiz, boshqacha ijod qilish. Odam aytishadi, o'sha 50-60 yoshdan keyin baribir shu donishmandlik fasliga qadam qo'yadi deyishadi. Savolingizga hozir keyin javob beraman. Bu kishini savollariga asab to'g'risida gapirganingizga, endi yoshi katta odamlar asabi kelganda menimcha o'zini ushlashga harakat qiladi. Men ko'pincha mana sabr degan so'zni o'zimga nima qilib olganman? Hamroh qilib olganman. Alloh tomonidan berilgan so'zlarimiz bor, chiroyli. Sabr qilib turib, astag'firulloh deb o'zimni ushlashga harakat qilaman. Yoshim katta-da. Endi yoshlarga ham shu sabrni ko'proq o'zlariga hazm qila olishga harakat qilsin deyman. Mana bu kitobda ham yozilgan narsaga ham baribir taalluqli joyi bor buni ham. Menimcha to'g'rimi? Ham to'ppa-to'g'ri gapirdingiz. O'zi asabiylashishimizning asosiy sababi o'zi bu dunyoni tashvishlarida. Xursandchiligimiz ham, shu xafagarchiligimiz ham, jahlimizni chiqishi ham shu dunyo bilan bog'liqda. Xuddi hech qachon o'lmaydiganda yashaydigan bo'lib qolganmiz, o'limni kam eslaymiz. Har qanaqa asabiy kasalliklardan tuzatadigan eng yaxshi dori, eng yaxshi nuqta bu oxiratni eslashda. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bahodir. Azizlarim, yana omon-omon tonglarda, omonlikda yaxshi insonlar bilan diydorlashguncha xayr. Omon bo'ling.